Assalomu alaykum hammaga. Skladimizga yangi partiya himoyalangan yog' kelgan. Zashshonni jir. Qoramolchilikda yaxshi ishlatiladigan, ko'p ishlatiladigan vosita. 99,5%. Mana bunaqa parashokka o'xshagan mayda granula bo'ladi. Bu organizmga tushgandan keyin organizmda erib so'rilishni boshlaydi. Qoramollarga berganda bir hafta 10 kunda sutda yog' miqdorini oshirib beradi. Qoramollar o'sishi, rivojlanishi, semirishiga ancha foyda beradigan vosita. Kunlik norma o'rtacha bir kunda bitta katta sigirga 25-30 litr sut beradigan sigirga 200 grammdan bersa bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilasizlar. Skladimizda juda ko'p bor.